550-540 dollar sotilayotgan plisosni men sizga seriozli skidkada berib yuboraman. Narxni video davomida aytib o'taman. Bitta ko'ring. Bissell brendiga tegishli bu plisos 2 v 1 bo'ladi. Ham pol tarkiblaringizni yuvolaydi, ham gilamlaringizni plisos qila oladi. O'zida ikkita shunaqa shotkasi chiqadi. Alohida gubka pollar uchun, alohida shotka gilamlar uchun. Soch, ip-qillarni baravar terib ham keta oladi. Simsiz bo'lganning hisobiga 40 minut, yarim soatda bemalol ishlab bera oladi. O'ziga suv solib ishlatadigan bo'lsangiz, bosganingizda bemalol qo'l qilib, gubkasini o'zida yuvib ketaveradi pollaringizni. Yana ham zo'r tarafi bor. Buni gubkasini yuvadigan samachistskiy funksiyasi bor o'zida. Gubkasini o'zi yuvib oladi. Pralinasini xohlasanglar qo'ldan qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar sensor orqali bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Mahsulot uchun ofitsialniy 2 yil garantiyasi bor. Agar sizlarda uchastka bo'lib, polam, gilam ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, aynan bu plisos siz uchun. Joningizni rohati, maza ishlatasiz. Plisossiz sifatiga biz javob beramiz. Olasiz, maza ishlatasiz. Qisqasi aynan siz uchun shu plisossiz skidkada o'zi 550-540 sotilgan bo'lsa, sizga 350 dollarga beraveramiz. Mayli, O'zbekiston bo'yicha dastlabki ham tekin qo'yamiz. Zakaz beringlar. Agar zakaz bermoqchi bo'lsanglar, pastda telefon yozib qoldirganmiz, telefon qilib bemalol zakaz bering. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Juda ham qulay, maza ishlatadigan narsa. Foydalanib qoling, unaqa ko'p emas, bir 40 ta chami bor, ulgurgan ulgurdi.